24-savolda tenglama berilgan, kvadrat tenglama. Bu yerda faqat x noma'lum xolos va sin alfa parametr hisobida. Hop, kvadrat tenglama uchun diskriminantni topamiz, ya'ni d barobar sinus kvadrat alfa minus 4 ko'paygan 1 ko'paygan minusdan 1 taqsim 4 kosinus kvadrat alfa barobar. To'rtlar qisqarib ketdi, plus bo'lsa sinus kvadrat alfaga kosinus kvadrat alfani yig'indisi 1 ga teng. Demak, diskriminant 1 ga teng. x1 barobar sinus alfa minus 1 taqsim 2 kara 1. Birinchisi va x2 imiz sinus alfa plus 1 taqsim 2. Hop, ildizlardan biri 2 taqsim 3 ga teng bo'lsa, xohlagan bittasi bo'lishi mumkin. Endi tekshirib ko'ramiz. Demak, sinus alfa minus 1 taqsim 2 2 taqsim 3 ga teng. Mahraj berib hisoblasak, sinus alfa minus 1 barobar 4 taqsim 3. Undan sinus alfa barobar 7 taqsim 3. Sinus alfani qiymatlar sohasidan chiqib ketgani uchun bo'sh topiladi. Demak, hop, sinus alfa qo'shilgan 1 taqsim 2 imiz 2 taqsim 3 ga, ya'ni bir ikkinchi ildizi bo'lishi mumkin. 2 ga ko'paytirsak sinus alfa qo'shilgan 1 imiz 4 taqsim 3 ga teng. Demak, sinus alfa 1 u yoqqa o'tsa 1 taqsim 3 ga teng. Faqatgina A javob. 25-savolda hop, shu tenglik o'rinli bo'lsa, necha xonali son? Hop, faqat x darajani qoldirib, qolganlarni hammasini tushirib yuboramiz, ya'ni ifodadan tashqariga. 5 ni x-insi bo'lingan 5 ni 3-inchisi barobar 2 ni 3x-insi bo'lingan 2 ni kvadrat. 5 ni x-insi taqsim 125 teng ekan 8 ni x-insi taqsim 4 ga. 8 x mahrajga 125 suratga chiqarsak, 5 taqsim 8 ning x-insi 125 taqsim 4 ga. Teskaralasak, 8 taqsim 5 ning x-insi 4 taqsim 125 ga teng. 1/6 ni x-inchi darajasi 4 taqsim 125 ga teng. Endi mana bu tenglikni ham yoyadigan bo'lsak, 1/6 ni 4 minus 2x-insi barobar 1/6 ni 4-inchisi taqsim 1/6 ni 2x-insi, ya'ni 8 taqsim 5 ning 4-inchi darajasi bo'lingan mana buni kvadrat, ya'ni 4 taqsim 125 ning kvadrat barobar songa aylandi. Demak, 8 ni 2 ni kubini qo'ysak, 2 ni 12-inchisi taqsim 5 ni 4-inchisi ko'paygan 5 ni 6-inchisi taqsim 2 ni 4-inchisi. Qisqarsa, suratida 2 ni 8-inchisi va 5 ni kvadrati. Ikkitasini, ya'ni 2 ni 8-inchisi ikkitasini yo'q qolsak, 2 ni 6-inchisi ko'paygan 2 ni kvadrati va 5 ni kvadrati. Mana bu 10 ni kvadratiga teng, ya'ni 64 ko'paygan 10 ning kvadrati. 6400. 4 xonali son. 26-savolda hop, birinchi ichini topa olamiz, ya'ni f hosili 2 ni hisoblaymiz. Hosil olsak, 6x kvadrat minus 8x qo'shilgan 5 va 2 ni qo'yib chiqsak, 24 minus 16 qo'shilgan 5 13 ga teng. Endi f 2 marta hosili 13 ni hisoblaymiz. Ya'ni bundan hosil olsak, 12x minus 8 barobar 12 ko'paygan 13 minus 8. 156 ayrilgan 8 barobar 148 ga teng. B javob. Hop, quyidagi aniq integral bo'lsa, deyapti, f buni toping. dx bilan dx minus 1 bir-biriga teng bo'lgani uchun agar 1 dan 4 gacha fx dx 12 ga tengligi, bu katta f x 1 dan 4 gacha teng 12 degani, ya'ni f 4 dan f 1 ni ayirganimiz 12 ga tengligi kelib chiqadi. Endi keyingi integralni 2 dan 5 gacha f x minus 1 d mana buni qo'yib ketamiz. Ya'ni dx minus 1 barobar katta f x minus 1 endi 2 dan 5 gacha. 2 bilan 5 ni qiymat qo'ysak, bu ham f 4 dan katta f
1ni ayirganimiz teng, ya'ni 12 ga tengligi kelib chiqadi. S javob. Xo'p, tengsizlik nechta butun yechimga ega? Birinchi navbatda aniqlanish sohalarini ko'ramiz. Ya'ni x plus 2 dan x plus 2 katta yoki teng 0, ya'ni x katta yoki teng minusdan 2 va maxrajdagi 3 minus ilzosida x plus 2 teng emas 0 dan x teng emas 7 degan tenglik chiqadi. Ya'ni endi tengsizlikni ishlaymiz. 0 dan katta bo'lgani uchun suratni ham maxrajni ham 0 ga tenglaymiz. Ilzosida x plus 2 minus 5 teng 0, undan x teng 23. Ilzosida x plus 2 3 dan ayirmasi 0 ga teng, undan x plus 2 9 ga, x teng 7 ga. Hop, interval birinchi 7, keyin 23. Oralig'i minusdan boshlaymiz. Sababi maxrajda minus, suratda plus turibdi. Minus plus minus. 0 dan katta bo'lgancha bizga plusli yer kerak va minus 2 dan katta degani o'zi bu qanoatlantiradi va 7 ga teng emas ham qanoatlantiradi. 7 dan 23 gacha, demak 14 ta natural son bor. Ya'ni butun yechim bor. A javob. Uchburchakning uchlari to'g'ri burchakdagi koordinat sistemasi quyidagicha berilgan. Demak, A, B, C nuqtalari. Nuqtalarni joylab olamiz. 0 0 A nuqta, minus 1 minus 2 B nuqta, minus 2 0 C nuqta. Demak, mana bu uchburchak. Balandlik ham 2 ga teng, asos ham 2 ga teng. Ya'ni uchburchak yuzi AH taqsim 2 barobar 2 kare 2 taqsim 2. Javobi 2 ga teng. C javob. Sharga asosining tomoni 5 ilzosiga va balandligi 10 ga teng bo'lgan muntazam to'rtburchakli piramida ichki chizilgan. Hop, sharning radiusini toping. Demak, shar va uni ichiga piramida chizilgan. Shu ko'rinishda deb faraz qilsak, hop, asosning tomoni 5 ilzosida 2 ga teng, ya'ni asosi 5 ilzosida 2 ga, balandligi 10 ga teng. Balandlik taxminan mana bu yerga tushdi desak, balandlik 10 ga teng. Va asosini diagonal o'tkazib olamiz va u 5 ilzosida 5 ilzosida 2 bo'lsa, uni balandlik diagonal Pifagor teoremasdan 10 ga teng bo'ladi, ya'ni 5 5 ga teng. Agar bu yer 10, bu yer 5 bo'lsa, mana bu yer 10 ilzosida 5 ilzosida 5 ga teng, ya'ni Pifagordan hammasi. Hop, sharning radiusi. Sharning radiusi mana bu o'q kesimdagi uchburchakka tashqi chizilgan aylanning radiusi bilan teng. Bilamizki, tashqi chizilgan aylanning radiusi uchburchakda ABS taqsim 4S ga teng. 5 ilzosida 5 bu ham muntazam bo'lgani uchun. Demak, tomonlari 5 ilzosida 5, 5 ilzosida 5 va 10 taqsim 4S. 4 ko'paygan hashimiz 10 ga, asosi ham 10 ga teng. Demak, 10 ko'paygan 10 ning yarmi barobar. Suratda demak 125 ko'paygan 10 taqsim qisqarsa 200 ga teng. Ketdi. Demak, 125 ni 20 ga bo'lsak, 6,25 ga teng. A javob.